Tasavvur qiling, siz kosmosda suzib yuribsiz. Atrofingiz qop-qorong'i, faqat yulduzlarni ko'ryapsiz. Hammasi jim, hammasi go'zal va to'satdan siz bir narsani his qilasiz. Tortish, kuchli tortish. Orqangizga qarasangiz, u yerda hech narsa yo'q. Faqat qorong'ilik. Lekin shu qorong'ilik sizni o'ziga tortmoqda. Sekin emas, shiddatli, vahshiy tarzda tortmoqda. Siz qochishga urinasiz, lekin kech. Chunki siz hozirgina koinotdagi eng xavfli narsaga, qora tuynukka yaqin kelib qoldingiz va endi chiqib bo'lmaydi. Xo'sh, bu qora tuynuk nima o'zi? Nima uchun undan hatto yorug'lik ham qocha olmaydi? Va eng dahshatlisi, agar siz unga tushsangiz, tanangizga nima bo'ladi? Bugun biz shu savollarga javob beramiz va sizga aniq ayta olamanki, bu videoni ko'rib bo'lgach, kechqurun osongina uxlay olmaysiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ko'pchilik qora tuynuk bu kosmosdagi katta tuynuk, ya'ni teshik deb o'ylaydi. Yo'q. Qora tuynuk bu shunday bir obyektki, uning ichida koinotdagi hamma narsa, hatto fizika qonunlari ham ishlashni to'xtatadi. Qanday hosil bo'ladi deysizmi? Hozir tushuntiraman. Tasavvur qiling, ulkan bir yulduz bor. Quyoshdan 20, 30, hatto 100 marta katta. Bu yulduz millionlab yillar davomida yonib turadi, energiya ishlab chiqaradi, lekin bir kun kelib, uning ham yoqilg'isi tugaydi va yulduz o'z og'irligi ostida eziladi bir soniya ichida. Bu portlashni biz supernova deb ataymiz va bu portlashdan keyin qolgan narsa qora tuynuk. Qora tuynukning markazida shunday nuqta borki, bu nuqtani olimlar singularnost deb ataydi. Uning zichligi cheksiz. Matematik tilda aytganda, u yerda hisob-kitob ishlamaydi. Hamma tenglamalar nolga bo'lish kabi xato beradi va bu nuqtadan ma'lum masofada voqealar ufqi boshlanadi. Bu chegara. Bu chegaradan o'tgan hech narsa qayta ortga qaytmaydi. Na kosmik kema, na atom, na yorug'lik, butunlay hech narsa. Nima uchun yorug'lik ham qocha olmaydi? Bu savolni eshitganingizda miyangizda bir narsa klik bo'lishi kerak. Chunki yorug'lik bu koinotdagi eng tez harakat qiluvchi narsa. Sekundiga 300 ming kilometr. Tushunishingiz uchun Yerdan Oygacha bo'lgan masofaga aytaylik 1 soniyada yetib oladigan tezlik. Va shu tezlikda ham qora tuynukdan qochib bo'lmaydi. Axir nima uchun? Albert Einstein bu savolga 1915-yilda javob bergan. Uning umumiy nisbiylik nazariyasi shuni aytadi: og'ir jismlar fazoni, ya'ni kosmosni bukadi. Buni tushunish uchun katta bir kravat matrasni tasavvur qilamiz. Markaziga og'ir to'p qo'ying. Matras botadi, ya'ni egiladi. Endi kichik bir sharchani u yoqdan bu yoqqa yuborsangiz, u to'g'ri emas, egri yo'lda harakat qiladi. Og'ir to'p atrofida aylanib qoladi. Xuddi shunday qora tuynuk ham fazoni shunday qattiq bukadiki, hatto yorug'likning yo'li ham egrilanib ichiga qaytadi. Yorug'lik to'g'ri yurishga harakat qiladi, lekin to'g'ri yo'l allaqachon ichiga qarab burilgan bo'ladi. Bu fizika emas, bu xuddi sehr. Agar siz qora tuynukka tushsangiz nima bo'ladi? Endi eng qiziqarli qismga keldik. Olimlar buni hisob-kitob qilgan va natijani oddiy so'zlar bilan aytish qiyin. Birinchi bosqich: voqealar ufqiga yaqinlashish. Siz uzoqdan yaqinlashyapsiz. Hozircha hamma narsa normal, lekin bir narsa g'alati. Vaqt. Agar sizni birov uzoqdan teleskop bilan kuzatsa, u sizning sekinlashayotganingizni ko'radi. Tobora sekinroq, yana ham sekin. Va voqealar ufqiga yetib borganda siz to'xtab qolgandek ko'rinasiz. Bu Einsteinning vaqt kengayishi hodisasi, lekin siz o'z nuqtai nazaringizda hech narsani sezmaysiz. Siz uchun hammasi oddiy tezlikda ketmoqda. Ikkinchi bosqich: voqealar ufqidan o'tish. Olimlar aytishicha, siz bu chegarani o'tganingizda ham dastlab hech narsani his qilmasligingiz mumkin. Hech qanday devor yo'q, hech qanday olov ham yo'q. Shunchaki chegara. Lekin endi ortga chiqib bo'lmaydi. Uchinchi bosqich: spagettifikatsiya. Bu so'z italyancha spagetti, makaron so'zidan kelib chiqqan va bu bejiz emas. Qora tuynuk markaziga yaqinlashgan sari tortish kuchi shunday kuchayib boradiki, oyog'ingizga bosh qismingizdan millionlab marta kuchli tortish kuchi ta'sir qiladi. Natijada tanangiz cho'zilib boradi, sekin-sekin, uzun, ingichka ipga aylanadi. Xuddi makaronni cho'zgandek. Oxirida siz atomlarga ajralasiz va bu atomlar ham qora tuynuk markaziga qarab uchadi.
Qora tuynuklarni bizga yaqini bormi? Hozir siz o'ylayapsizki, yaxshi, bu hammasi qiziqarli, lekin qora tuynuklar bizdan uzoq-ku. Ha, lekin unchalik ham uzoq emas. Somon yo'li. Bizning galaktikamizning markazida ulkan bir qora tuynuk bor. Uning nomi Sagittarius A Star. Uning og'irligi Quyoshdan 4 million marta og'ir. 4 million marta. Yerdan unga masofa 26 ming yorug'lik yili. Yetarlicha uzoq. Deyarli xavf yo'q. Lekin 2022-yilda olimlar birinchi marta shu qora tuynukning rasmini olishdi va bu rasm internetni larzaga keltirdi. Dumaloq qorong'i soya, atrofida yorug'likning halqasi, koinotning ko'ziga o'xshaydi. Hawking radiatsiyasi. Qora tuynuklar ham o'ladimi? Endi eng paradoksal qismga keldik. Biz aytganimizdek, qora tuynukdan hech narsa chiqib ketmaydi, lekin 1974-yil Stephen Hawking degan daho olim bir narsani isbotladi. Qora tuynuklar asta-sekin bug'lanadi. Qanday qilib deysizmi? Kvant fizikasi bo'yicha bo'sh kosmosda har doim juft zarrachalar paydo bo'lib va yo'qolib turadi. Bir zarracha musbat, biri esa manfiy. Voqealar ufqi yaqinida shunday bo'ladiki, bir zarracha ichiga tushib ketadi, ikkinchisi esa tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga chiqqan zarracha energiya va bu energiya qora tuynukdan ketadi. Milliardlab yillar davomida qora tuynuk asta-sekin kichrayadi va oxirida portlaydi. Kichik, lekin nihoyatda kuchli portlash bilan yo'q bo'ladi. Demak, koinotdagi hatto biz hech qachon yo'q bo'lmaydi deb o'ylagan narsa ham abadiy emas ekan. Shunday qilib, qora tuynuklar bu shunchaki katta og'ir narsa emas. Bu fizik qonunlarni sindiradigan joy. Bu vaqtning o'zi egilgan joy. Bu hatto yorug'lik ham qochib qutula olmaydigan joy. Va eng muhimi, bu narsa haqiqiy. Bu fantastika emas. Hozir shu daqiqada koinotda millionlab qora tuynuklar mavjud. Ular yulduzlarni yutmoqda, galaktikalarni shakllantirmoqda va biz shu ulkan koinotning kichkina burchagida, kichkina bir yulduz atrofida aylanayotgan kichik bir sayyorada bularning hammasini tushunishga harakat qilyapmiz. Bu insoniyatning eng go'zal xususiyati. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki keyingi videoda biz hatto bundan ham dahshatli narsalarni ko'rib chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.